Hey yo bolalar, sizlar bilan men Sayler FC Mobile ve hozir men mana bu yerdan mana ikkita voucherni oldim. 2000 ta gem bor edi. 2000 ta gemim bor edi. Keyin mana bu yerdan bilasizlar bunu oldim. Keyin mana bu yerdan ham voucher berdi tekinga. Keyin mana bu yerga kirib bir dona bosgandim. Menga ko'hlar. Ikkita ko'hlar nima qilaman? Bo'lmasa men oldin nega 13.000 ta shartsim ketdi. Okey, mana shu, mana bu o'yinchi tushdi musor. Endi ko'hlar to'g'ri sharslarga va 6000 ta ham bo'ldi shars. Bu mana bu 3800 ta. Videoda 10 bitti. Yani 3000 ta yig'ib ben o'zimga eng kerak bo'lsa qaysi? Navisda. Left middle. Yoki bitta varda bor. Yo, Ravi, yo. Reme'da oynaladigan o'yinchi kim bor? Exchange. Olis. Aytmoqchi, Olisga yetmaydi. Surya, bular. Lorentes. Reme'da oynay olarkan. Lekin menga tushganda bekorga. Mana bunu olmoqchiman. Masalan, mana buni beraman. Hop, keyin Asensio bilan Di Maria ketadi. Basta 15'ler, ikkita 15, ikkita 16 topsam game 4 marta kuchaytirishim kerak hali. Bu ishlar ko'p. Dam nimaligini bilmay o'taman. Yo, George Best'ni olishim kerak. Reme'da oynay oladi. 25.000 ta. Dembele. Özümde Dembele bor. Demek bo'lmaydi. Pedri. Menga kerak emas, o'yinchi endi hozirgi paytda kerak. Rafinha tushgan edi. Hozir mana bu olsam kerak emas. Solskjaer'mi? Menda bor bu tushgan. Hop, bir şey hamma. Ya mana bundan sonra ekan. Gove degan. Harami 4 ta pozitsiyada o'ynaydi. Menga pozitsiyasi emas, o'yini qiziq. Gabrielni olsam kuchaytiraman. Keyin exchange qilsam 14 kun ichida yig'a olmasam endi 1000 ta ranka jeton. Bo'lmaydi, Mauro Juniorni olish kerak. Şu oyuncular qalaydan tushib qoldi bu. Men omad kelmayotgan payt. Ma senga dedi. Buni javobi 500 ta. Kim kral? Pele. Albatta doğru. Yani hata. Joy var mı? 3 ta Jahon chempionatini olgan
bir gap bilan Braziliyalik futbolchilarning qiroli kim? Garinchami, Ronaldomi? Deydi. Garincha ham zo'r o'yinchi, Ronaldo, Nazario ham zo'r. Endigi videoda bunday gaplar bilan bir to'g'ridan to'g'ri gapirib ketaveraman. Qiynalib ketdim. Ya hozirdan boshlayveraman. Kir tez FIFA. Hozir mana shuni tugatib 500 ta rank up point olaman va shunday qilib yig'averaman. 1000 tadan oshiqroq kerak bo'ladi. Xuddi men mana shu musorlarni o'ynaydimlik. Yo'lda bitta bu yerda Beckham, Rafinha, qoshlar bag'ritoshlar. Mana o'zimdan bitta Songo. Aytmoqchi, agar O'zbekiston Kongoni yutsa, Portugaliya bilan o'ynar ekan va agar ko'rgan bo'lsanglar, Jahon chempionatiga chiqqani sababli UEFA'ni bu joydagi belgisi ham bor. Komandasini tanlasa bo'ladi. Ayoldan ko'rsam bo'ladi buni. Bu yerda ko'rinmaydi. Shu o'zlaring ko'raverasizlar. Ishtirof. Xuddi gol ura oladiganday ishtirof deydi. Bitta Dembele o'zing. Nerede? Nerede? Bismillah. 5 tane vurup aldık. Tezroq tuga qolmadik. Şöyle bitta pushka. Qiyshiq. Buni ham tushiramiz. Bunga. Demek bu yerda bu narsa deb Dembele'da bitta gol urib yuboraylik. Dembele. Endi Kunya bilan urishim kerak. Rafinha charchatadi shuni. Awesome. Bu yerda yutdik. Yutdini. Xudoyim.
300 şarj. Ve video tükedi.